Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham chiroyli chiqadigan gulli bo'lchkili qilishni o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga 4 osh qoshiqda shakar qo'shib olamiz, yarim choy qoshiqda tuz qo'shamiz, 1 choy qoshiq to'ldirib xamirturush qo'shamiz, 125 ml o'simlik yog'i qo'shamiz. 1 stakan iliq sut, 1 stakan iliq suv qo'shamiz. 2 dona tuxumni oqini solasizlar, sarig'ini ustiga surish uchun olib qo'yamiz. 2 tuxumni sarig'ini ustiga surish uchun olib qo'yishimiz kerak. Sutli massamizni qoshiq yordamida yaxshilab bir xil bo'lguncha aralashtirib tashlaymiz. Endi bu massamizga un qo'shamiz. Unni hammasini birdaniga qo'shib yubormaylik, kam-kamdan soltirib, aralashtirib xamir qorib olishimiz kerak. Bu bo'lchkalarga yumshoq xamir qorishimiz kerak, shuning uchun unni ko'paytirib yubormaylik. Oldin qoshiq yordamida, so'ng qo'limizda mushlab, mana shunaqa yumshoq qo'lga yopishadigan xamir tayyorlab olamiz. Stolimizga un sepib turib, tayyor bo'lgan xamirni tushirib, yaxshilab 3-4 minut mushlab xamirga ishlov berasizlar. Shunda xamir yana ham chiroyli bo'ladi. Qanchalik xamirga ko'proq ishlov bersanglar, ko'proq mushlasanglar, xamiringiz shunda chiroyli bo'lib chiqadi hamda ko'tarilishiga yaxshi yordam beradi. Tayyor bo'lgan xamirimizni idishimizni yog'lab turib, idishga joylashtirib olamiz. 1 soat suv joyiga oshirishga olib qo'yamiz. Ustini yopib turib 1 soatga oshirishga olib qo'yinglar. Mana xamirimiz oshib ko'tarilib oldi. Ko'ryapsizlar ko'rinishini. Juda ham chiroyli bo'ladi. Do'mboqqina bo'lib chiqadi bunaqa bo'lchkalarning xamiri. Mana shu usulda tayyorlab xamiringlarni boshqacha bo'lchkalar ham tayyorlasanglar bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirimizni, yaxshi oshgan xamirimizni bo'laklarga bo'lib, shunaqa zuvli holatiga keltirib olishimiz kerak. 8 ta bir xil bo'laklarga bo'lib tayyorlab olinglar. Endi ketma-ketlikda xamirlarni ochib chiqamiz. Birinchi juva yordamida kattaroq ochib, keyin o'qluv yordamida yupqaroq qilib, videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib olishimiz kerak. Mana shunaqa yuqalikda katta qilib ochib olasizlar. Endi bu xamirlarning ustiga ozginagina o'simlik yog'idan quyib turib, hamma yog'iga yaxshilab surtib olishimiz kerak. Ustidan shakar sepib yuboramiz. Shakar xohishga ko'ra shakar sepib turib, pichoq yoki kesgich yordamida o'rtasidan kesib, videoda ko'rsatilgandek qilib yig'ib olishimiz kerak. Ustma-ust qavat-qavat qilib yig'ib olamiz. Juda ham oson tugilishlari hamda rosa chiroyli bo'lib chiqadi. Somsa o'ragandek dumaloq qilib o'rab olishimiz kerak. Faqat chetidagi xamirini teng tomonida qoldirasizlar. Mana shunaqa ko'rinishda chiroyli qilib tayyorlab olamiz. Hamma xamirlarimizni ochib turib, shu ketma-ketlikda yasab olishimiz kerak. Keyingilarni mana ochib oldik. Shakarlarni sepib turib, bularni ham tugib tayyorlab olamiz. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarimga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Meni kuzatib qo'llab turganingiz uchun hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Shu ko'rinishda bo'lchkalarimizni ketma-ket tugib tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan bo'lchkalarimizni duxovka listiga joylashtirib olishimiz kerak. Olib qo'ygan 2 dona tuxum sarig'iga bitta osh qoshiqda sut solib turib, yaxshilab aralashtirib, bo'lchkalar ustidan yaxshilab surib chiqamiz. Shunda ranglari yana ham chiroyli bo'ladi. 200 gradusda yarim soat atrofida pishirib olishimiz kerak. Mana ko'rib turibsizlar bo'lchkalarimizni. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqqan. Mana bosganinglarda yana qaytib ko'tariladi. Ko'rinishlari ham, mazasi ham rosa zo'r bo'ladi. Yumshoqqina bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Ketqizgan vaqtinglarga, masallig'inglarga achinmaysizlar. Ichlarini qaranglar, ichlari bilan juda ham yaxshi bo'lib pishgan. Bir marta qilishi o'zida albatta hammada o'xshaydi.
Inshaalloh Xudo xolisa albatta qilib ko'ringlar. Oila a'zolaringizga manzur bo'ladi degan umiddaman. Aziz kuzatuvchilar, meni qo'llab-quvvatlab turib, layk bosishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar, yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.